1-sentyabrdan davlat bog'chalarida to'lovlar oshiriladi. Gap shundaki, O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalar to'lovi oshiriladi. Bunga bazaviy hisoblash miqdorining 412 ming so'mdan 440 ming so'mga oshirilishi sabab bo'ldi. Yangi to'lov miqdori bolaning bog'chada kuniga necha soat bo'lishi va hududga qarab farqlanadi. Toshkent shahrida 4-5 soat 54 ming 472 so'mgacha, 9 soat esa 290 ming 488 so'mgacha, 10,5 soat 346 ming 16 so'mgacha, 12 soat esa 391 ming 952 so'mgacha, 24 soat esa 413 ming 292 so'mgacha. Viloyat markazlarida 4-5 soat 50 ming 292 so'mgacha, 9 soat esa 280 ming 852 so'mgacha, 10,5 soat 336 ming 424 so'mgacha, 12 soat esa 371 ming 668 so'mgacha, 24 soat 393 ming 8 so'mgacha. Tuman markazlarida 4-5 soat 40 ming 568 so'm, 9 soat esa 190 ming 80 so'm, 10,5 soat 258 ming 456 so'm, 12 soat esa 293 ming 700 so'm, 24 soat 311 ming 828 so'm. Boshqa hududlarda 4-5 soat 36 ming 300 so'm, 9 soat esa 133 ming 496 so'm, 10,5 soat 234 ming 960 so'm, 12 soat 276 ming 584 so'm, 24 soat esa 290 ming 488 so'm. Shuningdek, bir oiladan 2 yoki undan ortiq bola davlat bog'chasiga qatnasa, ikkinchi va undan keyingi farzandlar uchun nisbatan pastroq to'lov miqdorlari qo'llanadi. Ushbu xabarni farzandi bog'chaga qatnaydigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Xo'sh, sizningcha yangi to'lovlar oilalar uchun qanchalik sezilarli bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Eng eksklyuziv voqealar va dolzarb yangiliklarni surxondaryoliklar o'z kanalida kuzatib boring.